Demak, siz AQShga ketadigan bo'ldingizmi? Ha, to'g'ri, sizni ko'p univerlar taklif qilgan, lekin men umuman o'ylamagandim bu Oksford yoki Garvard bo'lishini. Hatto tasavvur ham qilmagan edim. Ha, u yerga o'qitish yoki o'qish uchun ketyapsizmi? Aynan qaysi biri va qachongacha? Shu semestrmi yoki yilning oxirida ketasizmi? Nima desam ekan, hozir agar sizni aniq qachon ketishingizni bilganimda yoki bu yilning oxiri sizning oxirgi ko'rishim bo'ladimi? Kech bo'ldi, uyingga bor. O'zingni ehtiyot qil. Shunchaki tashlab ketyapsizmi? Do'sting Nodivel haqida qanday fikrdasan? Bu imkoniyatdan foydalan va AQShga bor. Nima, meni ustozimsiz ketsangiz o'lib qolasizmi? Yoki u o'qituvchini sevgilisimikan? To'g'ri, hamma ham odam-ku, u ham qizlar bilan do'stlasha oladi. Yangi tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida. Men ularni tabriklashim kerak. Chunki bu ular. To'xta. Agar men buni to'satdan eshitib qolmaganligimda, qachon menga aytmoqchi edi? Yil oxiridami? Xayr, talabalar, men AQShga ketyapman. Jin ursin. Yo'q. Men buni o'ylashni bas qilishim kerak. Chunki bu uning hayoti. Men oddiy shogirdlardan biriman. Lekin nima uchun? Men bu qadar chuqur o'ylanyapman axir. Xayrli tong, ustoz. Jiya va Jinindan boshqa qolgan hamma shu yerdami? Hamma. Bu haftada kasbiy ta'limdan ro'yxat ko'tish to'xtaydi. Chat guruhidagi reklamalardan ko'ring. Agar siz bunga qiziqsangiz, arizalarni to'ldiring va xavf bering. Ularni yig'ib menga olib kel. Hammaga xayr. Rahmat. Hey, Jiya, bugun ham yo'q, nima qilmoqchisan? U seni baholaringni yana kesib tashlaydi. Sizningcha Jiyani ahvoli qanday? Nima qanday? Bilmasam. Sizga qanday yordam bera olaman? Assalomu alaykum xola. Meni ismim Yojo. Jiyani sinfdoshi bo'laman. U bugun maktabga kelmaganligi uchun hol-ahvol so'rab kelgandim. U hozir bu yerda emas. Menimcha u yarim kunlik ishida. Qayerda ishlayotganligini ayta olasizmi? Menimcha burger restorani oldidagi chorrahada joylashgan. Ha, tushunarli. Rahmat kattakon. Men sizga rahmat aytishim kerak. Qayg'urganligingiz uchun. Xayr. Ustoz? Jiya uyida emas ekan. U ishga ketibdi hozir. Uni bu yerda yashashini qayerdan bilding? O'tgan yili hamma qator u ham o'z manzilini yozib qoldirgandi. Men o'zim uni qidiraman, uyingga bor. Xohlamayman. Sababsiz cheklovlar olishdan charchadim va endi o'zim buni oxirigacha yetkazmoqchiman.
Jiha, Ha, u iste'foga chiqdi. nima? Qachon? Balki 2 hafta oldin. Yo, taxminan 3 hafta oldin. Bo'lmasam hozirgi ish joyini bilasizmi? Grill restoranida. Uning aytishicha, ular unga yuqori maosh taklif qilishgan. Yo'q, men Ismini uni bilasizmi? tanimayman. Men undan bu haqida so'ramadim. Rahmat. Rahmat. Men bu yoqqa boraman, sen esa u yoqqa. Agar uni topsang, menga qo'ng'iroq qil. Yaxshi. Nima? Achinursin. Sen nima qari takalar? Tezroq yursang-chi. Siz nima qilyapsiz o'zi? Aqldan ozganmisiz? Nima? O'sha itlar senga nima qilayotganini umuman tushunmayapsanmi? Ular menga maslahat berishmoqda. Men o'rnida bo'lganingizda ichmasmidingiz? Agar buni shunday deb hisoblasak ham. Johaginam. Jiya. Joha. Bu sizmisiz? Bu haqiqatdan ham u. Bugun biz belgilagan sana emasmi? Hozircha maoshimni olganim yo'q, ammo Keyingi keyingi safar? safar Buni bizga oxirgi marta aytgan eding. Biz sadaqa tarqatamiz deb o'ylaysizmi? Biz ishonchli emasmiz. Biz ham tirikchilik qilishimiz kerak. menda haqiqatdan ham pul yo'q. Shuning uchun uni olish uchun hamma narsani qiling. Siz uchun ko'plab martaba variantlar mavjud. Oziq-ovqat do'konlarida va kafelarda, karaoke va barlar. Mening nuqtai nazarimda siz hatto ishlay olasiz. Nimalar Jiyakning qilyapsiz? dugonasimiz? Do'stimi? Biz uni xafa qilmaymiz. Biz o'z emasmiz. Agar u haqida shunchalik tashvishlansangiz, nega uning o'rniga qarzini to'lamaysiz? Sizda pul bormi? Nima? Yetadi. Siz uni qo'rqityapsiz. Bugun bizga qancha to'lay olasiz? Menda pul yo'q. Maoshimni hali Meni olmaganman. masxara qilyapsanmi? Nima qilib Meni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Bu nima? Bu nima? Siz nima qilyapsiz deb o'ylaysiz? Siz kimsiz? Men uni o'qituvchisiman. U meni qo'rqitadi. Ustozimi? Bu yaxshi. Uning qarzini to'lashi mumkin. Baloni yeyapsiz. Bu ko'karishlar siz sababli bo'lgan. Bizni bunda hech qanday aloqamiz yo'q. Janob. U bizdan qarz olgan, tushundingizmi? Siz qarzlarni qanday to'lash kerakligini o'rgatmaysizmi? Xo'sh, qancha qarz olgandi? Narxi qancha? Ko'raylikchi. 50 ming won qarz oldi. Ammo foizlar bilan bu summa 2 million wonga aylandi. Janob, Bu hammasi shumi? Janobga bu ajoyib. Voy, siz juda Bu ajoyib, ajoyib. juda ta'sirli. Bu holda davom eting. Pulni quyidagi ko'rsatilgan hisob raqamga o'tkazing. Men buni bajardim. Hozirmi? U keldi. Ha, u allaqachon kelgan. Buni isboti sifatida videoga yozib olamiz. 10-noyabrda. Ha, Biz undan 2 Jiyaxchondan million won 2 million oldik. won oldik. Darhaqiqat, biz Bundan buni buyon qabul qildik. u bilan hech qanday biz aloqa u bilan hech qachon o'rnatmaymiz. aloqa qilmaymiz. Bu Bo'ldimi? yaxshimi? Biz tugatdikmi? Uni telefon raqamini hoziroq o'chirib Jiya tashlang. qismini qidirib ko'raylik. Men uning raqamini o'chirib tashladim. Raqamni o'chirish. Men uning raqamini o'chirib tashladim. Ikkingizni ham boshqa ko'rishni xohlamayman. Buyrug'ingiz bilan. Rahmat janob. Rahmat, rahmat. Ko'p yashang. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Agar pul kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Shu kartadagi raqamda biz bilan bog'laning. Yaxshi taklif Biz bor. sizga yaxshi taklif Ko'rishguncha. qilamiz. Biz boramiz, jiya. Xayr. Janobga nima qilib bo'lsa ham men bu qarzni qaytaraman. Biroz vaqt talab qilishi mumkin, lekin men sizga to'lovni qaytaraman. Hech qisi yo'q.
Shunchaki maktabda qo'lingdan kelganicha yaxshi o'qishga harakat qil. Agar rostdan ham qarzni to'lamoqchi bo'lsang, buni keyinroq qilsang bo'ladi va muhtojroq do'stingga yordam ber. Voy, nima qilyapsan? Hamma narsaga qarshi har bir narsa bu dalildir. Ha, Men buni bo'layotgan hamma suratga narsani olib rasmga qo'yaman. olishni yaxshi ko'rasan, shundaymi? Ketdik. Tezroq bo'l. Ketyapmiz. Nega bu haqida politsiyaga aytib bermaysan shunchaki? Boshpanamdagi boshqa qiz ham xuddi shu vaziyatda edi. U qarzni to'lash uchun ta'qiblarga duch keldi. Kredit dilerlari haqida xabar berdi, ammo boshpanaga kelib muammo tug'dirdilar. Bu qiz boshpanadan chiqib ketishi kerak edi, chunki u boshpanadagilarni xavf ostiga qo'ydi. Ha, tushunarli. Va endi ko'proq vaqtingni o'qish uchun ham sarflay olasanmi? Yo'q, men ko'proq ishlashim kerak. Kelgusi yil boshpanani tark etaman. Menimcha, sug'urta va ijara uchun kamida 5 million won ketadi. Shaxsiy turar joyda yashash uchun. Ha, to'g'ri. Rahmat. Xavfsiz bo'ling. Ertaga maktabda ko'rishguncha. Ketdik. Ha. Jiya rosa qo'rqqan bo'lsa kerak-a, ikkita barzangi uni uyga kelib pul talab qilsa-yu, u hech qanday politsiyaga ayta olmasa. Men umuman o'ylamagan edim. Jiyani kimdir bu qadar surishtiradi va izlaydi deb. Maktabda hech qanday o'qituvchi unga qiziqmasdi rostdan ham. Ha, sen buni oxirigacha qilganingga ishonmayman. Sendagi ba'zi baholarni olib tashlamaslik uchun bu yerga oxirigacha kelding. Sen bilan faxrlanaman. Ustoz, agar siz AQShga ketadigan bo'lsangiz, u yerga borib ham o'qituvchilik bilan shug'ullanishda davom etasizmi? Bu ham o'xshaydiki, xuddi men roman yozganimdek, sizning ham balki yaxshi ko'rgan mashg'ulotlaringiz bordir va shu sababli siz boshqa davlatga ketib, u bilan shug'ullanishni xohlayapsizmi deb o'ylayotgandim. Ehtimol menda bu ishtiyoq allaqachon mavjud. Ammo bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir bu mening ustuvor vazifam. Senga o'rgatish va g'amxo'rlik qilish. Seni ulg'ayayotganingni ko'ryapman. Menga bu muhimroq. Salom hammaga. Xush kelibsan, Jenny.
Bular ko'rdik. nimalar? Qaraysan? Bular sovg'alar do'stlar. Safaring yaxshi o'tdimi? Xush kelibsiz. Rahmat. Menga-chi, menga ham. Qani berga. Bular juda ajoyib-ku. Nimalar bu? Uni mahallasida 1,5 soat navbatda turdim. Rahmat. Rahmat. Bu jinnidan sizlarga. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Voy bu pechenye mazali. Bu pechenye juda Bular mazali. juda ham mazali ekan. Menga qara, juda ko'p rasmlar joylab tashladingiz. Qo'shilaman, men bu yerda ko'p bo'lganman. Uydan erta chiqib, kech qaytdim. Oyoqlarim juda og'riyapti. Menda hatto yaralar ham bor. Uni ko'rmoqchimisiz? Iltimos. Yo'q, kerak emas. Bu rostdan ham umuman kerak emas. Xohlaganingdek. Gayu, bizga qo'shilsang-chi? Yo'q, xohlamayman. Jenny, atrof go'zal bo'lmasa. U buni xohlamaydi. Boshqa mavzuga o'tsak, Seul qanaqa qilgan bo'lsang kerak. Ular haqida nima deb olasan? Aytaver. Albatta. Xayrli tong. Janobga, men Seuldan qaytdim. Xo'sh, bu qanday bo'ldi? Bu juda qiziqarli bo'ldi. Janob, Hafta oxirigacha ekskursiya hisobotini taqdim eting. yaxshi. Ro'yxatdan o'tish vaqti keldi. Albatta. Xo'sh, diqqat bilan qarang. Oyoqlaringizni yelka kengligida oching, keyin tizzalaringizni biroz egib oling. Qo'llab-quvvatlash uchun zaxira qo'ldan foydalaning. Buni shunday qo'ying. Agar siz to'g'ridan to'g'ri otsangiz, tushmaydi. Yuqoridagi to'rtburchakni ko'ryapsizmi? Agar siz o'q otayotgandek unga qaratib otsangiz, Eng zo'risiz. keyin tushadi. Hozir sinab ko'ring. Hasu. Mana yaxshi ish qildingiz. Qani sizning navbatingiz. Go'yo. Keling jiddiy o'ynaymiz. 1 daqiqa kuting. Siz faqat bitta qo'lni ishlatishingiz kerak. Bir qo'l. Xuddi shunday. Ustoz, uning o'ng bilagi unchalik yaxshi emas. U burilishni unchalik eplolmaydi hozir. Rostdanmi? Yo'q, qila olaman. Agar bu safar ishtirok etmasangiz yaxshi. Sizning yorangizda biron narsa bo'ldimi? Yo'q, nima uchun? U negadir boshqacha ko'rinyapti va umuman tabassum qilmayapsiz. Yo'q, bu biroz charchaganligimga bo'lsa kerak. Albatta nimadir yuz bergan. Nima? Bu ajoyib, ma'lum bo'lishicha jiya badavlat ekan. Ikkita badavlat odam uni olib ketdi. Menimcha u xodimi bo'lsa kerak. Bu g'alati. Men bunga ishonmayapman. Ustoz, nima qilamiz? Bu kechagi ikkita odam ular jiyani olib Nimani ketibdi. nazarda tuting? Qarang, mashinaga solib. Kechagi odamlar, o'sha mana qarang. Sen shu yerda qol, men Hozir ularni qidiraman. ketishibdilar. Va Menga mashinani rasmini yubor, tushundingmi?
Endi nima qilishim kerak? O'yla, endi nima qilasan, o'yla. Ha, janobjon, tezroq. Ish. Siz tanladingizmi? Biz sizga oilamiz a'zosi kabi yordam beramiz. Agar siz C variantini 3 marta bajarsangiz, siz million ishlab Jiya. qolasiz, xo'pmi? Janob, O'z joyingizda qoling. Jenursan. Senga undan uzoqroq turishingni aytgandim. Bu yerga keldingizmi? Bu kim? U uning o'qituvchisi. Voy. Sadoqatli ustozlar beg'araz ehson manbaidir. Biz albatta afsusdamiz. Nima bo'ldi? Yakuniy hisob-kitob amallarni bajarganimizda hisoblashda xatolik bor. Foizlarni hisoblash esimdan chiqibdi. Foizlar haddan ortiq ko'p. Foiz oyiga 20% ni tashkil etadi. Bu foizlarning miqdori juda ko'payib ketdi. U pulni o'z vaqtida qaytarib bermadi va foiz ko'tarildi. Shunday bo'lsa-da, u bizdan 2,5 million won qarzdor. to'liq summa bir necha kun oldin to'langan. Ularga quloq solmang. Jim bo'l. Qimirlamang. Qanday bo'lmasin, ser. Agar jiya pulini qaytara olmasa, siz ishlashingiz kerak bo'ladi. Chiroyli qizlar ishlaydigan joyda. Janob, ularga boshqa pul bermang. Men yaxshiman, tezroq keting. Sizlarda shartnoma bormi? Qani ko'raylik, shartnomada bu shartlar bormikan? Bu qarz sanasi haqidagi hujjat. Nima? Agar senda bu bo'lmasa, qanday qilib pul talab qilyapsan? Siz meni juda g'azablantira boshladingiz. Sizningcha bu yerni siz nazorat qilasizmi? Janob, Senga nima bo'ldi? Sen haliyam kim bilan muomala qilayotganingni bilmaysan shekilli. Voy bu. Eng xavfsiz kredit. Bu yerda bo'lish kerak. Eyju, shu yerda qol. Biz ularni olib kelamiz. Qanday qilib yolg'iz? Shu yerda qoling. Bu ko'p vaqt talab qilmaydi. Sizga ovqatlar yoqdimi? Ha, katta yenglar. Ishlash kerak. Ustoz nima bo'ldi? Ustoz yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Sen yaxshimisan? Uzr kechikdim. Bu farishtalar kimlar? Seni bu yerda bo'lishingga nima majbur qildi? Meni kamtarini maskanimga tashrif buyurish uchunmi? Siz nopokmisiz? Bu to'g'ri. Bu juda kulgili.